Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, mana Samarqand viloyati Talla Ota degan tumaniga mashkat yo'l ustanovka qildik. Uzkarbo texnika olami Sardorbek xususiy kategoriyadan nasos sistema bo'ldi. Tekshirdik. Hamma joy chotki isyapti. Mana yoqqanimizga juda ko'p vaqt bo'lgani yo'q. 51 gradusga chiqdi. Hozir 60 ga qo'ydik. Maşallah, olov chiqib ketaman deyapti. Tashqarida ham bermayapti olov. Yonishini qaranglar. Birodarlar, mana katyol degani shunchalik bo'ladi. Teplobmenligini ko'p, effekti yaxshi, sifatli katyollar kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Ob'yomimiz mana shu joydan boshlanib, nari korpusgacha 11 dona radiator. 11 dona radiatorda o'zi. Yonishini qaranglar. Chiqib ketaman deyapti, chiqib. Bu yana angrenli ko'miri. Agar qirg'iz belalma bo'lsa, tashqarida ham olov yonadi. Kimga shunday sifatli katyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.